Sho'rchi Elbayon mana bu. Bu mashina kelayotgan joyda, mana mashina kelayotgan joyda Elbayon bozori bor, bilasizlar, mol bozori. Mana shanba kunlari ishlaydi. Mana bu yerda men ko'chaga kirib ketasizlar. Mana yerda eski radar bor, turibdi, bilasizlar, mana turbaning ustida ishlamaydigan. Shu radardan o'tganlaridan keyin mana o'ng qo'lda pоворот keladi. Pоворotga shunday kirsalaring bitta 50 metrcha chiqadi shu. 50 mashina turgan joyda 20 sotixli xonadonimiz bor. Uylari ozgincha eskiroq. Endi olgan odam baribir uni keyinchalikka buzib tashlab qaytadan qilib olaveradi. Hozir bilasizlar-ku, bir yangi mashina olsalaring bir 20 million rasxod qilasizlar unga. U qo'yadi, bu qo'yadi, u qilaman deydi, balon almashtiradi, salonni qiladi. Biz o'zbek xalqimiz endi o'rganib qolgan-ku, uyda olgandan keyin yangilab chiroyli qilib yashashga. Mana shu ochiq turgan darvozamiz. O, poyezd yo'lgacha ekan, o, odam yurgan joygacha. Mana shu qirra pavoroti o'sha shoxi bilan o'ralgan ekan. Mana bu devordan boshlanadi chegarasi. Mana oqlangan devordan. O, oxirigacha. Hozir biz bu yerdan kirib ko'ramiz, mana bu garaj ekan. Bu yerda yana bir ikki xonama uyi ham bor ekan, qo'shimcha garajga. Mana, bismillah. Mana uyimizning ko'rinishi. Bu yerda yashamaganiga ham ancha yil o'tib ketgan ekan. Mana bu ikki xona uy ekan. Uyning orqasi mana da hovuzi ham bor mana. Suvi bor, sveti bor, gaz narigi tomonda, yo'lning narigi betida bor, bu yoqqa hali ulanmagan ekan. Mustaqillik ko'cha, Elbayon mahallasi, mana 80-uy ekan. Xo'p, mana kirib ko'raylik, hovlini ko'raylik. Endi uy quflovli ekan, egasi o'zi denovda mana yashaydigan. Mana uyimizning old tomondan ko'rinishi. Mana qulfli ekan, uydachi. Bizga uydachi shart emas. Mana hovlisini ko'raylik. Mana makka ekib qo'yibdi, katta hovli. Mana 20 sotix ekan. 25 milliondan sotixiga so'rab turibdi. Yana telefon nomerlarini qo'yamiz, chiqib gaplashasizlar. Ariqdan suv вообще muammo emas deyapti. Mana ko'ryapsizlar, makkalar yaxshi suv ichgan, ko'tarilib. Mana bu yo'q, to'rt burchak mana. Bu yo'q bilan mana zabor o'ralgan. Bashti poyezd yo'ldan gidetda 10 metrmi, 5 metr bu yoqda. Zabori. Mana og'ilxonasi ekan, molxonasi. Mana daraxtlar bor, mevali, olma bor, bexi bor, yong'oq bor. Mana bu tak bor, mana tak uzum. Mana hovlimizning ko'rinishida. Uydachi bizlarga shart emas, o'zlaring kesalaring egasiga telefon qilib ochib ko'rsataman. Bu yerda garaj bor ekan bitta tashqari tarafda, yana bitta xona bor. Mana bu mana yog'ochlar ko'rib turibsizlar, eski yog'ochlar bular. Mana uyimiz yaxshi joyda, lokatsiyasini ko'rlang, ko'chaning ustida 50 metr ko'chaga. Hujjatlari hech qanaqa hujjatida muammo yo'q deb, kadastrigacha tayyor turibdi. Shunday kelasizlar, narx-navosini kelishasizlar, nomlaringiz sразу оформление qilib beradi. Mana joyimiz. Zo'r joyda.